Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Buxoriy qilgan rivoyatida marhamat qiladilar. Al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Wabda biman ta'ul. Wa khairun sadaqati an zahri ghinan wa man yasta'fifi yu'affihi Allah wa man yastaghni yughnihi Allah. Baland qo'l past qo'ldan ko'ra yaxshiroqdir dedilar. Tepa qo'l past qo'ldan ko'ra yaxshiroqdir. Arab tilidagi majoz kalimalari. Tepa qo'l hech qachon tepada turmaydi bir qo'l. Ikkita qo'l barobar turadi. Ammo tepa qo'l degani berib turadigan sadaqot, zakotlarni berib turadigan qo'l olib turadigan qo'ldan ko'ra yaxshiroqdir. Bir odam sadaqotlar beradi, zakotlar beradi. Ikkinchi odam esa faqat sadaqotlar va ehsonlar bilan yashaydi. Ana shu berib turadigan qo'l yaxshiroqdir dedilar. Vabda biman ta'ul, o'zingga oila bo'lgan kishidan boshlagin. To'g'ri, shariatda odam yig'ib mol davlatni boshqalarga sarflab yuborishga ko'p ham buyurmaydi. O'ziga oila bo'lganga sarflashlikka buyuradi. Oilasidan ortsa, keyin begonalarga o'tishlikka buyuradi. Ibda bi nafsika fatasaddaq alayha, o'zingdan boshla dedilar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. O'zingdan sadaqa qil. Va in fadala shay'un fali ahlik. Agar o'zingdan ortib qolsa, ahli oilangga qil. Va in fadala shay'un li ahli min ahlik va lizi qarobatik. Agar ahlingdan ortib qolsa, qarindoshlaringga sadaqa qilgin. Va in fadala shay'un lizi qarobatik fa hakada va hakada. Agar qarindoshlaringdan ham ortib qolsa, hokazo uzoq qarindosh va begonalarga ham chiqargin. Inson doim o'zini o'ylashlikka buyurmaydi shariat. O'ziga yetarli sadaqa qildimi, ya'ni yeb turib, ichib turishlikka yetarli bo'ldimi, darhol oilasiga ham sadaqa qilishlikka buyuradi. Oilasini ham qoyim qila oldimi, qarindosh urug' va hokazo uzoqlarga ham buyuradi. Bilingki, nimani sadaqa qilsangiz oldingizga muqaddam qilgan bo'lasiz. Nimani ushlab qolgan bo'lsangiz, o'zingizning ziyoningizga ushlab qolgan bo'lasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Oysha onamizga bir kun bitta qo'y tushgan paytlarida buni sadaqa qilgin dedilar. Ancha vaqt o'tganlardan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar Oysha onamizdan, sadaqa qildingmi dedilar. Ha ey Rasululloh, qo'yni sadaqa qildim, bitta kiftini olib qoldim. Ya'ni kifti yelkasini olib qoldim dedilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, hamma joyi qolibdi, bitta kifti ketibdi dedilar. Kiftini yegani olib qolgan go'shti ketib qolibdi, qolgani hammasi qolibdi. Ya'ni qiyomat kunida qo'y butunlaycha keladi, bitta kifti yo'q bo'lib keladi deganlar. Bitta kiftini ham berib yuborganda o'sha kift ham kelgan bo'lardi. Nima narsani biz Alloh uchun berib qo'ysak, shu narsa qiyomatda Allohning huzurida chiqadi bu narsalar. Vabda biman ta'ul, o'zingga oila bo'lgan narsadan sadaqa qil dedilar. Va xayru sadaqati an zohri g'inan. Sadaqaning eng yaxshisi boylik zohir bo'lganda berishlikdir dedilar. Kambag'al bo'lib, muhtoj bo'lib turgan paytida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ziga sadaqa qilishlikka buyurdilar. Bir kishi katta tilloni olib keladi-da, ya'ni o'zining tillosi bo'ladi. Ey Rasululloh, bor yo'q molim shu. Shuni sizga beryapman deganda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oladilarda, oldilariga otib yuboradilarda, minbarga chiqib aytadilar: "Ey odamlar, odamlarga nima bo'ldiki, bugun bor yo'q narsasini olib kelib menga berib, ertaga o'zi tilanchilik qilib yuradigan darajada bo'ladimi?" dedilar. O'zlaringdan ortganini sadaqa qilinglar dedilar. Kim agar o'zini iffatli tutsa, Alloh uni iffatli qiladi. Kim o'zini boy tutsa, Alloh uni boy qiladi dedilar. Odam o'zini iffatli tutish kerak va odamlar oldida o'zini boy tutishi ham kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarga to'g'ri yo'lni o'rgatdilar. O'zini iffat tutsa, Alloh uning iffatli qiladi deyishligi, hech qachon Alloh taolo uni
xor qilib tashlab qo'ymaydi. O'zi kambag'al bo'lsin, odamlardan so'rashdan uyalsin, Alloh uni o'z iffatiga yarasha rizqini beradi. Kimki o'zini boy tutsa, Alloh uni boy qiladi. Odam bu dunyoda qanday yashashligiga bog'liq. Agar odamlardan tilanchilik qilib so'rab o'rganib qolsa, Alloh uni tilanchi qilib qo'yadi. Birini ikki ham qilmaydi. Kambag'allikcha qolib ketadi. Yoz yomg'iri loy bo'lmas, o'g'ri aslo boy bo'lmas degan o'zbek tilida maqol bor. O'g'rini boy bo'lganini qayerda ko'rgansiz? Bepul mol, kechqurun turib odamlarning molini o'g'irlab oladi. Hech qanday peshona ter to'kmaydi. Lekin o'g'ri boy bo'lmaydi. Bizning shariatimiz o'g'irlik qilishdan shuning uchun qattiq qaytarganlar.